Yaxshimisiz do'stlar, men sizlarning 100 tuvan hijyan do'stinglar yandim bo'yin. Bugun sizlarga so'zlaydigan bu kino intayin bir koni kino bo'lib, Masaykosda shaxmat o'ynagidek, naqsining arsa kino qistugidek, adam ko'simi koni muhabbetini eslab qolgidek bir kinodir. Mana bu kino Hindistonni zilzilaga keltirdimi, uni bilmadim, lekin Xinjiangdagi Doban VCDchilarni zilzilaga keltirib etgan Hindiston tarixidagi tunji xalqning rasmiga oldinib ketgan bir voqeani aks ettiradigan kino Koyla. Roj deb bir Hindistonlik boyg'o'jan bar bo'lib, qo'ltiqida oshnisi var, miltiqining chashmisi var, itining poshnisi var, chiroyiga ablaqligi chiqib ketgan davxo bir nima edi. Mana bugun u oshnisi bilan bir pay, oshnisi bilan ovga chiqib bir pay itib, o'ljidan birsiga tekkizdi. O'jamning ishtlari qovushib, o'ljiga itilay deb turishiga to'satdan Shankar ismli bir yigit yugurib chiqib, "Menmi o'jamning qo'l ostidagi ishdek yashayotgan bir odam-ku" deb itilib chiqib, o'ljini tutib ekib berdi. O'jam bo'lsa faxrinib, yandagi odamlarga uni maqtab berdi. "Ko'rdinglarmi? Mana bu mening ishlarimning ichidagi birdan bir өр turib siydigan sadoqatman ishdim. Hey, lekin bu bechora gap qilolmaydi-da." To'g'ri, Shankar gap qilolmaydi. Chunki u kichik vaqtidagi bir voqeada qochib bo'lib qolgan. Bizning o'jam xalq oldida intoyin xalq suydigan yaxshi bir o'jam bo'lgani bilan Astriddan intoyin razil xalqni ezdigan bir xotin purush yalmavuz edi. Erishmoqchi bo'lgan narsiga har qanday razil vosita orqali cho'qim erishadi. Voda, shu voda deydi. Mana bu sharobdan birini ichib 10 kun beshini ko'tara olmay uxlaydigan o'jam Hindistonlik saxta tevib Qodirning tavsiya qilgan do'rsi shifoi turik bilan davoyi qo'ziqni ishkandini yoqi, eng bo'lmaganda ikki qiz lavuz gapni qilgudek jon kirgan edi. Lekin qiyirliq degan yanada qiyirliqda. U tuyuqsiz o'rnidan qo'pib biror ishga tamshalganda qilgani bilan yana qo'polmay yetib qoldi. Qodir, nima u bagan do'rang? Haqiqat lasqatmidi-ku? Hocam, to'g'ri payda qilmadi emas. Ava xotin ziyon qilyapti sizga. Bu nima degani? Hocam, odam degan tashqi jingmomi emas bo'lmaydi. Andamanda boshqa xogo-pogolarni yap qo'yish kerak. Shunda qilib, bular uydagi langpungda qiz bolani tashlab qo'yib, yangicha bir planga otlanmoqchi bo'ladi. Yana bir tarafdagi yezda Guli ismli bir qiz bola bo'lib, cho'ng bo'g'iniga baxmay kichik bolalar bilan birga o'ynab, o'zini omoq ko'rsatdi. Mana bugun u kichik bolalar bilan birga to'g'ri solgan pranikni yevilib, yildan bosh bo'lib qoldi. Ras, ular o azaldan yildan bosh. Ular birlikda bezlik qilib, Roji hocamning mashinasining yo'lini to'sab o'ltirib oldi. Xinem, bir chatga o'tsala. Vay, kimni xinem deyapsiz? Meni-chu odat haqlar jinim deb chaqirdi. Vay, mavdab shaqni? Uy, siz-chu aqchash qaraysiz-ku. Wang Hong va maq taskilib chichingiz aqirib ketdi-da. Gulining opisi Gulining qulqidan so'zg'an peti uni uyga kirib ketdi. Lekin u chaqda Roji hocamning ko'zi allaqachon bu qizga tushib bo'lgan edi. Shundan beri shu qiz ko'yida, yana qayta ko'rish o'yida. Bir yerlerim metmet qilib, uchrab qoldi xalqning to'yida, deganda Roji hocam Gulini xalqning to'yida uchirtib qoladi. Hamda bu qizni ilishqa qat'iy niyat bog'laydi. "Bo'y bo'lsammi navrangni olaman" degan niyati bo'lgan bilan shuning uchishliq chiroy yo'qdi. Rost to'g'ri. Rasmni chiroylik bemeyto shu yasab avatib bersamlar bo'lmadimi? Hocam, qo'ylab ketibsiz. Sizning rasmingizni yasab bo'lguncha kompyutermi kuyib ketadi. Uningdan ko'ra xalqning rasmini avatib altap silabla elvonmamdi. Ishlarni pishirib olamiz, bo'laqni petir qilamiz. Shuningdan keyin kim bilan kimning qari? Shunda qilib, ular Shankarning rasmini Gulining uydagilarga avatib berdi. Shabdulning nots panto, rasmning nots yanto degandek bu rasmni ko'rgan Guli ichidan yuraklari o'ynab ketdi. Hamda darhol bu to'yga qo'shildi. To'y kuni ularning ish qiyib ketsin deb o'choqni cho'rdab cho'glayotganda, to'satdan Guli mehmonlar orasidagi rasmdagi o'sha yigitni ko'rib qoldi. "Voy, bu nima bo'lib ketdi? Ular qo'shkizakmi nima? Opla, almashtirib qo'ysam qandoqmi qilarman?" Bo'ptilar. Men nima zan tatatdim? Har bir shay galakan-ku. Lekin bir yerlari bu deyjirxu. Guli to'satdan kayniga burilib, shartli qilib begimning yuzdagi pardani tortib ilivitib, pardaning kayindagi 70 yillik qo'ni asaratiqini ko'rib qoldi. Bechora Guli "O'tamaya" deyishqimi ulgurmay o'shidan ketib qoldi. Kech bo'lganda Guli o'jir uydagi karvatda o'shiq keldi. 20 yashimda, gulim beshimda. Uxlab o'yg'onsam, ovam qishimda. Darvaqa, Guli bu oldidagi bo'g'istek turgan odamni ko'rib, qattiq cho'chib ketib, bu ishlarning hammasining oldamchilik ekanligini hamda hargizmi bo'ysunmaydiganligini aytdi. "Siz menga yaqin kelmang. Yaqin kelsangiz men vaqirayman." Vaqiraysiz. Albatta vaqiraysiz. Bugun shu vaqiraydigan kun-ku. Guli o'zini o'ltirib olaman deb tahdid silish orqali qarshilik ko'rsatdi. Lekin Roji hocam bu intoyin bir o'g'il bolchilik bor odam bo'lib, men seni qistamayman, hamon bir kuni ko'nglimni tushunib qolasan-ku deb asta chiqib ketdi. Roji do'st birodarlarning
oldida sat bo'lmasligi uchun o'zining oshinisi Benrini Gulining siyog'ida yasandırıp o'g'il taraf chillaqqa qatnashtirdi. Shankar bo'lsa inek tutib xalqning xotiniga qarab o'ltirib, to'lg'inib do'stlari bilan usul qochib ketdi. Bichora Guli oldila nimani ko'rsam ko'ray demasdan joylik qilib qaytib qetishga urindi. Lekin qandoqmi qechib qutula olsin? Vaqt qolmagan Roji xo'jam uni tutib olib chiqibdek soladi. Hamda uydan chiqolmas qilib solab qo'ydi. Bu ahvollarni ko'rgan oq ko'ngil Shankar Pikachining o'yiga yosh bolalarning to'yiga aralashma degan aqliyani unutib qilib, bu ishlarning tegi-taktini surishtirish uchun Guli bilan ko'rishdi. Shankarni ko'rgan Guli qattiq azoblanib ketdi. Hamda butun ishlarni Shankardan ko'rdi. Uningdan qattiq xafa bo'ldi. Shankar mo yemagan mantining pulni to'liginiga haqda hayron qilib, ang'iqda qarab qoldi. Shankarning og'insi Shankarning gap bilolmaydiganligini, hamda bu ishlarni Shankarning mo bilmaydiganligini Guliga aytdi. Dal bu vaqtda Roji xo'jam oshinisini qo'ltiqlab, so'rindan masolatga qaytib keldi. Jinim, men Roji bugun sen bilan ilm tahsil qilib, ishqiri tashqiri bo'lib ketaman. Bo'ladi xo'jam amsa. Benri gapini tugatmay turibla Roji xo'jam tatliq uyquga ketib qoldi. Ilmga intayin talmirgan bu qiz o'zini bosolmay talog'i yugurib chiqib, Shankarni tepib uning bilan cho'nqur munozara elib bormoqchi bo'ldi. Lekin bu dumbisini qilib o'ltag'a odam Shankar emas, balki budur chashliq Shanku edi. Bu dumbisini qilib o'ltag'a odam Shankar emas, balki budur chashliq Shanku edi. Oy, xinem, bilimga tashnoliqingiz ko'zingizga chiqib ketib qopti. Kasli xinem, men fizik, ximiya, biologiyadan tortib hattoki gongbo tisog'cha hammani pishiq bilaman. Makilang bilan tahlil qilayli. Benrining chiqog'aligini anglagan Shankar yiroqdan ushqandek yugurib kelib Shankuni bir chetga ishtirib etdi. Lekin bu odamning dal o'zining xo'jayinining inishkaligini ko'rib, mo'shitishga qo'li bormaydi. Shanku fursatdan foydalanib Shankarni qattiq urib ketdi. Hamda akasining yiniga akilib, oqni qar qilib so'zlaydi. "Tova aka, sening yaring voy Benri. Akşam uni kim söyledi? Aqsim marab basam. Sening chaqiring söyledi." Bu gaplarni anglagan Roji xo'jam Shankarni qattiq urib ketdi. Benri bo'lsa, asli ishlar mundaqdi, sizning ufqingiz undaqdi demasdan, "Vi men zo'lagan, u unmagan, hamma gunoh menda" deb Shankarni qaraga bo'yab o'tdi. Roji xo'jam ochchig'ida Benrini opirib Hindistondagi bir apash bir to'p qizlarni boshqurdigan, yejisi nachar bo'lib qolsa, necha kungacha osh qo'ydigan yerga opirib tashlab qo'ydi. Shankar bo'lsa, bekordan yavolgan toyiqining og'rig'ida karavotda dum bo'lib ingrab yotadi. Roji xo'jamning hisobda bor hamdamda yo'q bo'lgan xotini Guli Shankarning ustidagi uqishmasliklar va yegan tayoqlarini bek oz bo'lib qoldi deb o'ylab qoldimi, uningga yaqin kelib dumbilarini silab turib yig'laydi. Hamda Ramboning kinosini o'rganib olgani bo'yicha dumbisidagi ig'ir yorlarni pasaytish uchun qizil lati bilan Shankarning beshini chigib qo'ydi. Asir Roji xo'jam Gulini opirib xalq olam oldida so'rin berib qasam qildirmoqchi bo'ldi. Guli bo'lsa, bugungi so'rinda me'morlar bek chiqqan, men bir gavlang turib olsam, xalqlar meni chiroyli qiz bola ekan deb qason deb boshdan oxiri avvalik suvaradek jimmini o'ltirib oladi. Qizim, eringizning o'tida kuyib, chin qalbingizdan suyishni xohlamsiz? Roji xo'jam intoyin sodda bir boy bo'lib, u roibning gapini xato tushunib, bu qiz mening o'timda kuyamdi, kuymamdi deb kuyayotgan o'tinni kuymagan xotiniga yoqadi. Gulining hech qanday inkas bildirmaganligiga qarab, xo'jam hayron qoladi. Desigenga chidaydi qo'ng'iz, dag'malga chidaydi to'ng'iz deyotgan, ma'u xotin rasmiy pishqon xotin kenjimi? Gulining kuygan qo'llaridan chiqqan puroqni purab qolgan Shankar, "Voy, kavob bayram bo'ldimi nima?" deb xo'shalligida dumboqni ilib, boshlanguchdagi baraban atrofida o'ginib olgan o'nirni ishq silib, nag'irga tushib ketdi. "Mana hayzing bilan chasang nag'ira, usulga tushar to'lg'ab sag'ira" degandek, qandoqmi bir odam nag'irning ovoziga chidab o'ltira olsin? Guli o'zini bosolmay usulga tushib ketdi. O'zining xotinning haqning depiga usul o'ynayotganligini ko'rgan Roji xo'jam ich-ichidan mayuslanib xush bo'lib ketdi. Kunlar mushundaq o'tayverdi. Bir kuni Gulining chataldan ishlayotgan aksi tuyuqsizla qaytib keldi. "Ammo singlim qani?" "Vay, oshiq ukam, sizni kalmamdiki deb singlingizni agib yutibdi." "Voy, nim deganingiz bu? Meni kalmamdiki deb eringizni opirib ko'mbasingiz olmamdi?" "Vay ukam, ansirmang. Shundaq bir to'qqizi tal bir odamga tegdi." Oshiq darhol singlisining uyiga uni izlab bormoqchi bo'ldi. Roji xo'jam bo'lsa, takdi silib bu yerda bo'lgan ishlarni akanga aytadigan bo'lsang, piyingni kesib etaman deydi. Hamda oshiq bilan ko'rishga chiqdi. "Oy, qinaga, mana men sizlarning kuyovul bo'laman." Kuyovul chiroydan qaraganda kuyib voydaklik qilib turdi. Oshiq hayronlik bilan og'zini ichib qoldi. Bu chog'da Guli darhol yugurib chiqib, akasining qo'yniga o'zini otdi. Hamda "Vi aka, men yaxshi, men dahshat yaxshi, g'azab yaxshi bo'lib ketib boraman" deb turib, bir munch sesiq gap qilib, akasiga shabi bergandek qildi. Lekin bu sodda akasi, "Voy, rost yaxshi o'xshaydi, jumo singlim haqiqatan baxtli ekan. Muhabbatning rostli yosh cheklimisi yo'q o'xshaydi" deb o'ylab qilib, "Bo'ldi, sizlar o'tiraveringlar, men ketib qolay,
baxtli bo'linglar deb ketib qoladi. Oksining ketib qolganligini ko'rgan Shankar ushqandek yugurib chiqib oksining oldini to'saydi hamda bo'lgan ishlarni uningga tushundirmoqchi bo'ldi. Shankar mingtaslikda yerga bir nimalarni sizib turib, mahsini oksiga uqtirdi. Oşiq dərhal sınglisining uyiga qarab mangdi. Lekin bu chaqda muhabbatga ishtiyog'i ding turgan Roji xo'jam, "Keling jinim, biz birlikda muhabbat uchun chavoq chalayli" deb Gulini o'ziga tortib atadi. Guli bo'lsa, palampaydan yiqilib tushib, guldir dumilab, oksining putining ostiga kelib qoladi. Oşiq singlisini qutuldirish uchun bidircha Shanko bilan qattiq ilishib ketadi. Guli bo'lsa, ko'ngilda men qattiq yordam qilyapman-ku bu ishga deb, u yoq o'tib vayaka, bu yoq o'tib vayaka deb chaqirib o'ynaydi. Dal mush vaqtda Roji xo'jam xanjardan birini ilib, tiqibli vataymu ma bir nimani deb osta Oşiqning kaynidan keladi. Xo'jamning xanjarni ilib kelayotganligini ko'rgan Guli qahr mollachi o'rnidan chachirab qopib, "Vayaka" deb texmi qattiq vaqirash orqali ayvi qilib qo'rqatmoqchi bo'ladi. Shankar bo'lsa, baldirma emas, kiyinmamas, naqli tiqibli vatgan o'lgiribli keladi. Roji xo'jam Shankarning bu ishga aralashganini ko'rib, qattiq g'azablanib uni haqoratlaydi. Shankar bo'lsa, Roji xo'jamning ko'ziga tikilib turib, ichidan ming qitim uning onasiga cho'nqur salom yo'llab etgandan keyin Gulining qo'lidan tutib ilib qochadi. Ular qachaqash. Xo'jam bo'lsa, qo'g'la bo'lib, kinoning yarim soatlik vaqti mushundaq tayinli qo'g'lashlar bilan o'tkazib etgandan keyin u ikkisi ming taslikda qechib qutulib bir tog'ning bag'rida dam oladi. Birdan bo'lsa-mu damib qolgan Guli oksining o'limini qo'ngning qirg'i olmay unutib kelib, tuyuqsiz naqsh etqisi kelib, tog' bag'rida Shankar bilan to'lg'ulib, naqsh etib vaqirab, kaynidan qo'g'lab kelayotgan dushmanlarning bunchalik kechikib kelayotganiga sal rozi emasdek qilyotdi. Mana, dal mushchaqda pikuchardan uchib kelgan xo'jamning odamlari bir pay etib bu qizni rozi qilib Shankarni tutib oladi. Hamda Gulining ko'z oldida Shankarning bo'yniga bir xanjar surib, xala qibla Shankarning jinnini ilib, yodini ishtirib tushirdi. Bechora Guli Binri bilan bir tavsan bo'lib ishratxonaga setib o'tildi. Shankar rostila o'lganmidi? Yo'q, kim o'lsinki, Shorilxon hargizmi o'lmaydi-da. Xo'yanjoni suvda eqib ketib qiz bola qutuldirib olgandek, uni bir qeyri boy qutuldirib oldi. Boy uning ahvolini ko'rib, uni davolaydi hamda uningga nasihat qilib tasalli berdi. "Ey bolam, sen asli bir obdan gap qila oladigan bola ekansan, zuvoningga birsi bir nimani tiqib etibdi emasmi? Mana, bugun sening zuvoningni men ochaman. Ey bechora, zuvoningga haqning ko'z tegibdi-ya." Shankar bu ishlardan qattiq ta'sirlandi. Hamda ko'z oldiga uning kichik vaqtidagi o'tmishlar xuddi kinodek bir-birlab keladi. Ya, xataka. Xuddi kinodek emas. Buning o'z bir kinogu. Rost. Shankarning dadasi bo'lib, bir kuni u konning ostida intoyin cho'ng olmasdan birini qezib chiqadi. Hamda xo'shalligida bu xush xabarni ayoliga aytadi. "Oy jinim xotin, endi biz boy bo'ldigan bo'ldik. Bugundan boshlab poche guyruqlanmay yeydigan bo'ldik." Ular allaqachon ko'nilarning chiroyli xotining bilan puling ba hamyonini haq ko'rsatma degan gapini unutib ketgan edi. Tuyuqsiz ishga ablah paydo bo'lib, Shankarning opisi bilan dadsiga o'q chiqarib, ularni o'ldirib olmasini bulab ketadi. Nadin kelganini bilgani olmaydigan bir qorqul o'choqdagi qizil cho'g'ni ilib, Shankarning og'ziga tiqib, Shankarni gap qila olmas qilib etadi. Bizning oq ko'ngil ham mehribon Roji xo'jamiz o'ttirg'i tushib, haqqoniyatni so'rab, qotillarni jazolab, Shankarni o'z qo'yniga oladi. Bechara Shankar azobdan qor bisib o'g'inib ketadi. "Hey, u qachonmi saqiyib o'rnidan dasturib keta deb ansirab o'ltarsam, halodin to'satdan bir muzik sadosi anglandi. Mana qaynayotgan cho'ngapongning ko'rsi, naynaqshigan yigitlarning do'rsi degandek, nadin kelgan kuch qudratni bilmadim, Shankar o'rnidan das qopib taloq chiqib ketadi. Hamda shu yugargan peti tog'ning cho'qsig'i chiqib, hamda saqaygan qonini biroqla anginali qilib o'taychi deb qattiq to'laydi. Bu chaqda Roji xo'jam o'zining uzun yil ko'rishmagan ikki og'insi bilan apga sodlar to'g'riliq cho'nqur munozara ilib beryapti. Bu ikkisi bo'lsa, ayni vaqtda Shankarning ota-onasini o'ldirib etgan qotillar edi. Ular amaliyotda yolg'on o'lgan bo'lib, bu faqat Roji xo'jam bilan yerlik taftish birlikda o'ynagan bir o'yin edi. Xo'jamning inisi Shanko sovrinni rangliroq qilish uchun Binrini akab bermoqchi bo'ldi. Bu ahvolni ko'rgan Guli, "So'rim bo'lsa meni chaqirib olinglar, kechgacha Binrini ilib mangmay, menmi talog'i bir chiqib baqay, uyda o'ltirib zerikmi ketdim" deb ularning kaynidan eslib mangdi. Bu bir talash tortishning orlig'ida
Benrege ihtiyotsizlikdan bir pichoq tegib ketadi. Hamda bugun kechlik so'rindan quruq qoladi. Gulini bo'lsa, maydonning o'ttirisiga chiqib esib qo'yib, kimlar tuqib sotadi. Dal bu paytda Shankar paydo bo'lib, Gulini ilib mangan ikki ablahning dal o'zining ota-onasini o'ldirgan qotil ekanligini ko'rib, ularning kaynidan mengshiga Shanku to'satdan paydo bo'lib, uning oldini to'saydi. "Ha, sen qiqasqo, teqa o'lmabsan-ku. Fu xo'jakivaga o'xshamamsa?" deb qopsa, "Men burun bir qochdim, lekin hozir mangsingdek kumpam bojimo." Shokir o'zining 4 jiningsini kayni-kaynidan qo'yib berib, Tajo deganni o'lgidek berib, Shankuning manqisini chiqarib, beshini o'choqqa tiqib qo'ydi. Qaysar Guli bo'lsa, tuyuqsiz uyg'onib qilib, davon yo'llarda rol talishib, qatnash qaysi darsligiga tipik bir material bo'lib berdi. Eskilarning qo'lidan qechib qutulgan Guli, raketadek yugurib kelgan Shankar bilan ko'rishib, apaq-chapaq bo'lishib ketdi. Shankar bo'lsa, kayindan qo'g'lab kelgan ablahni ikki tepek bilan bo'ysundirib, uning og'zidan ayni vaqtda o'zining og'ziga cho'g'ini silib odamning asli Roji xo'jam ekanligini bilib, qattiq g'azablanadi. Hamda bu becharamga ish chaqirtib, "Abdullah seni qo'yib etay" deb uni qo'yib etdi. Shankar Guli ham og'insining yordami ostida hojamning yana bir og'insi, ya'ni o'zining ota-onasini o'ldirgan qotillardan biri bo'lgan Dilovoni aldab, ko'mir konga akilib, bo'ynidan jip tortib igiz esib qo'ydi. Roji hojam bo'lsa, odamlarni boshlab qoniq kelib, ko'z oldidagi yuz bergan ishlardan hayron qoladi. Hamda Shankarning oyat ekanligini ko'rib, ishtonga chiqarib etayli deb qoladi. Shankar igiz yerga chiqib olib, xalqlarni quturtib, o'zining qanchalik ichinchlik kun ko'rganligi, ko'z oldinglardagi bu Roji hojamning qanchalik eski odam ekanligini hech qanday dalil pokitni ko'rsatmay turibla, go'yo qutqaznish falsafasini so'zlaydigan muallimlardek hayajon ilgari so'zlaydi. Xalqlar bo'lsa, go'yo tordagi bir qism oqqarni farq etmay, nimani ko'rsa rost deb qoladigan tordashlardek, mushu odam sal ichinishlik turdi jumo, mushu odambek bechora ekan jumo, mushuning deganlar rasmikin tang deb turib, Shankar taraf turib, Roji hojamga qarshi turib, uningga tosh otdi. Roji hojammo omashib cho'ng'gan bola emasdi. Qo'lidagi qurolni ilibla tarang-turang qilib, qon maydonini jang maydoniga o'zgartirdi. Bizning Qaysar Shankar, sen razil kuch bo'lsang, men haqqoniyatning qo'dg'usi Rambo deb turib, Roji hojamni urib, boshqallasini yerib, uni qistab bir bulunga opirib etdi. Amal qilolmagan Roji hojam yalurishga boshlaydi. "Jinim bolam, men o'zim seni bir qo'lloq baqqan-ku. Sen shunda yaxshi bolating-ku. Nimanchi qilsa? Sana shunchalik ichim kuyatdi-ku. Iching kuyamdi? Ems bugun kechangmi kuyab baqson?" Shankarning qo'lidagi cho'g'i yerga tushishi bilan tang, bu yer o't dengizga aylanib, Roji hojam ichi-tishi tang kuyib, oxiri pishqon bir qiyrablaq bo'lib, xotirjam ko'z yumadi. Shankar kaynidagi portlashga qarabmi qo'ymay, oldiga dodil qadamlar bilan besib ketib boradi. Dumbang toza ko'yganda alavza. Shuning bilan bu kinoimiz ahd ichida oyoqlashdi. Do'stlar, bu kinodan shuni bilib olamizki, qiyrisang obdan qiyrig'in, olmisi berib qo'niqingni terig'in degan haqiqatan to'g'ri gap edi.